eshikdan ko'rinishimiz bilan boshlayapti-ku. Bugun ham quruq keldingizmi? O'zi charchab keldik. Kelganingizdan keyin yana tepadan uradi. Kuvalda bilan soladi boshingizga. Hozir shaharda bundoq kechqurun soat 8-9larda ko'ring, eng zo'r taomlanadigan muassasalarda, o'sha oshxonami mayli, restoranlar oldi to'la mashina, 200 lab mashina bo'lib ketyapti. O'sha yerda yeyotgan taomini uyga borib, xotin, bola, chaqa bilan o'tirib yesa bo'ladi-ku. Mazza qilib gaplashib, dardlashib yesa nimaga bormaydi? Chunki borish bilan oldingizga qo'ygan ovqatni yemasizdan zahar qiladi hozir ko'p xotinlar. Keling dadasi, boringizga shukr, salomat kelganingizga shukr. Sizni oyga salomat keltirgan Allohga hamdlar bo'lsin. Keling, mana ovqatingiz tayyor edi. Sizga yoqadigan ovqat qilib qo'ydim. Keling deb kutib oladiganlar boru, ming afsus kam. Shuning uchun ham ko'chada taom yeb boryapti, qornini to'yg'izib boryapti.